Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Uzun bank karta orqali qanday qilib 40 ming so'm bonus olishni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, buning uchun video tagidagi linkka bosishlaringiz kerak bo'ladi. Ya'ni havolaga bosgandan so'ng sizlarni mana bunda Telegramga olib o'tadi. Hozir mana bir marta bosamiz. Va bizni mana Uzun bankni ofitsial Telegram botiga olib o'tdi. Va biz bu yerdan boshlash degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu joydan o'zbek tilini tanlab qoldirasiz. Sizga qaysi til qulay bo'ladigan bo'lsa va bu joydan ro'yxatdan o'tishni boshlash degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, bu joyda mana rozilik beraman degan tugmani bosasizlar va telefon raqam ulashish degan tugmani bosib olamiz hozir. Telefon raqam ham ulashib oldik. Endi qarang, bu joyda misol uchun sizda Uzun bank kartangiz bormi deyapti. Bu joydan biz agar sizda kartangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, yo'q kartani rasmiylashtirish degan tugmani bosib ol va ro'yxatdan o'tishni davom etish degan tugmani bosasizlar. Bosganlaringizdan so'ng do'stlar, sizlardan bu joyda o'zingizdan misol uchun pasportingizda JSHR raqamini so'raydi. Bu JSHR raqamini ham kiritib qo'yasizlar. Hozir qanday qilib JSHR raqam olishni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, agar sizlarda oddiy pasport bo'ladigan bo'lsa, mana pasportlaringizda misol uchun mana shu joyi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy, ya'ni yashil pasport bo'ladigan bo'lsa, shu joyni misol uchun raqamini kiritib qo'yasizlar. Agar sizlarda ID karta bo'ladigan bo'lsa, o'zi ID kartadan misol uchun tayyor bo'ladi. Hozir mana ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda yozilgan bo'ladi. Shu raqamini misol uchun yozib kiritib qo'yasizlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana kiritib oldim. Endi JSHR raqam kiritganimizdan so'ng bizda mana bunday yo'l ochiladi. Endi do'stlar, 40 ming so'm pul olish uchun qarang, bu joyda sizlar do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Do'stlaringizni taklif qilish uchun misol uchun mana mening havolam degan tugmani bosadigan bo'lsangiz, mana bu link orqali do'stlaringizni taklif qilsangiz bo'ladi yoki Telegram bot orqali taklif qilaman desangiz, mana botga taklif qilish degan tugma bor. Shu tugmani bosib, misol uchun bu joyda mana aksiyaga taklif qilish degan tugmani bosasiz. Bosganingizdan so'ng mana shu linkingizni misol uchun nusxalab do'stlaringizni taklif qilsangiz bo'ladi. Endi do'stlar, mana qirr kod orqali ham taklif qilib olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun bemalol taklif qilib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Agar sizlar misol uchun 10 ta do'stingizni taklif qiladigan bo'lsangiz, mana shu, ya'ni Uzun bank orqali sizlar 400 ming so'm pul ishlab olsangiz bo'ladi. Do'stlar, endi misol uchun mana shu yig'ilgan pullarni misol uchun qanday qilib yechib olishni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Buning uchun do'stlar, sizlar birinchi navbatda ya'ni Uzun bankning o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu tugmaga ham bosadigan bo'lsa yoki Play Marketga ham kirib Uzun bank deb yozadigan bo'lsangiz kelib chiqadi. Hozir bir daqiqa. Mana yozamiz, misol uchun mana Uzun bank deydigan bo'lsangiz mana kelib chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu Uzun bankda misol uchun sizlar o'rnatib olasiz. O'rnatib olgandan so'ng o'zingizda pasport ma'lumotingiz orqali ro'yxatdan o'tib olasizlar. Ro'yxatdan o'tib olib, bemalol misol uchun ya'ni Uzun bank Visa karta ochib olsangiz bo'ladi.